Afsuski bu kanal endi aktiv emas. Biz seni juda ham sog'indik Misha. Judayam. Bu o'yinchi o'z dunyosida survival o'ynayapti. Lekin u yolg'iz emas. Bu o'yinchining ismi Misha Tanner va uning kanalida atiga 5 ta video bor. Bu esa uning birinchi videosi. Barcha kuzatayotganlarga salom. Misha daraxt chopish uchun yugurib boradi va keyingi kadrda ko'rishimiz mumkin, u allaqachon o'zi uchun aslahalar va verstak yasagan. Va bu yerda Agar video g'alati ko'rinsa uzr. Men montaj qilishcha unchalik yaxshi emasman. qorong'u tushmasdan oldin uyni bitkazish kerakligini aytadi va uyni qurib boshlaydi. U yana biroz daraxt chopib keladi va uyni to'liq bitkazishga qaror qiladi va birdan o'yinda qorong'u tushadi. Bu juda ham tushunarsiz holat. U mening o'yinimda qandaydir muammo bormi deb o'ylaydi. Bu shunchaki qandaydir glitch. Glitch. Aslida bu kadrda yana bir g'alati narsa bor. Agar diqqat bilan qarasangiz, oyning yonida qandaydir noma'lum obyekt turibdi, lekin o'yinchi uni sezmadi. O'yinchi nihoyat uyni bitkazganini aytmoqda. Mika uyning ichiga sandiq va verstakni joylashtirdi. To'xtang. Bu nima? Uning orqasidan kimdir eshikni yopdi. U borib eshikni yana ochadi, lekin yana yopilgan ovoz eshitiladi. U yana ochadi va yana kimdir uni yopadi. Va shu payt Mika ayyorlik qilib eshikni mana bu yerga qo'yadi va uni ochadi. Ko'rdingizmi? U yerda qandaydir noma'lum mavjudot turgan edi. Uning boshi yo'q va bir qo'li qandaydir g'alati. Mika uning orqasidan yuguradi, lekin u tezda g'oyib bo'ladi. Buni ko'rdingizmi? Qanday ahmoqlik. Men uni videoga tushirib oldim. Buguncha shu yerda to'xtataman. Menimcha mening dunyoyimda arvoh bor. Va shu bilan video tugaydi. Birinchi videodagi opsiyadan bilib olishimiz mumkinki, original video 1-sentyabr 2017-yilda olingan. Endi e'tiborimizni ikkinchi videoga qaratamiz. Salom bolalar. Bu mening ikkinchi videoyim. Uning aytishicha, Creeper uning uyini portlatib yuborgan va u uyni yana qayta qurgan. Va uning dunyosida endi moblar hech qachon paydo bo'lmaydi. Chunki u tinch rejimga o'zgartirib qo'ygan. Agar Mishani yozuvlarini kuzatadigan bo'lsak, u juda ham ko'p imloviy xatolar qilyapti. Bu shuni anglatadiki, o'yin ortida yosh bola. Uning uyi juda ham oddiy ko'rinardi. Agarda Mishani yosh bola deb oladigan bo'lsak, lekin u nisbatan aqlliroq. Chunki mana bu eshikni qo'yish hiylasini uning o'zi o'ylab topgandi. Keyingi kadrda Misha g'orda yuribdi. U o'zi uchun rudalar qazib olishni xohlaydi, lekin u qaziyotgan narsa Minecraftdagi rudalarga umuman o'xshamas edi. Qiziq, u nima bo'lishi mumkin? Hozir tushuntiraman. Misha keyinroq aytadiki, Doctor Who nomli mod bu merga o'rnatilganligini. Chunki bu uning eng yoqtirgan shousi edi. Balki biz video boshida ko'rgan oyning oldidagi noma'lum obyekt ham shu mod orqali qo'shilgandir. Balki bu tana ham o'sha mod orqali qo'shilgandir. Yoki yo'qmi? Keyingi kadrda o'sha mana shunday g'ishli katta binoni topadi. U ichkariga kirganda birinchi g'alati narsa. Bu yerda fakel bor, lekin yorug'lik yo'q. Bu Misha qo'shgan moddagi bug bo'lishi ham mumkin. Chunki bu mod aynan 2017-yil chiqqan. Aynan o'sha yili. U zinadan pastga tushadi va u qandaydir yerto'laga o'xshagan joyni topadi. Lekin bu yerda e'tibor bersanglar, eshiklar juda ham g'alati ochilmoqda. Bu eshiklar juda yomon ko'rinadi. Lekin bu yaxshi. Va o'sha payt Mika o'girilganda o'sha qora tanani yana deraza ortida ko'radi. Eshitgan bo'lsangiz, o'sha maxluqdan qandaydir uron ketdi. Ya'ni o'sha deraza ortida lava bor edi. Bu shuni anglatadiki, bu maxluq arvoh emas va uning joni bor. Lekin u kim? Mening o'yinimda haqiqatan ham arvoh bor. Qiziqarli joy shunda ediki, Misha bu vaziyatlardan hech qanday vahimaga tushmayotgan edi. Jin o'lsin, bu juda ajoyib. Shunday qilib Mikaning ikkinchi videosi ham tugaydi. Lekin u videoni shunchaki tugatmaydi. U keyingi safar arvohni ushlashga harakat qilishini aytadi. Nihoyat biz 3-videoga ham yetib keldik. Oradan 2 kun o'tgan bo'lsa-da, Misha bu dunyoda hali ham rivojlangani yo'q, chunki uning inventaridagi narsalar deyarli o'zgarmagan. Xo'p bolalar, bugun arvoh men bilan gaplashadimi yoki yo'qmi, shuni tekshirib ko'raman. Misha sandiqni ochadi va uning ichidan kitobni oladi. Kitobda esa Salom arvoh, mening ismim Misha. Sen men bilan gaplasha olasanmi? Keyin esa kitobni sandiqqa soladi. U mana shu yo'l bilan arvoh bilan gaplashmoqchi. O'z uyiga yugurib keladi va yotib uxlaydi. Xo'p, qani sandiqni tekshiraylik. Misha shoshilib borib sandiqni ochadi va u yerdagi kitobni olib ichini tekshiradi. Lekin u yerga hech kim hech narsa yozmagan. Bu holatda Misha biroz xafa bo'ldi, lekin u bu yerda boshqa sandiqni uchratdi. Borib sandiqni ochadi va uning ichida kitob. Kitobda esa Sen nimaga erishmoqchisan? Kitobni imzolab qo'ygansan. Men senga qanday javob bergan bo'lardim? Misha rostdan ham kitobga o'z ismini yozib qo'ygan. Bu degani bu kitobga endi boshqa hech kim yoza olmaydi va shuning uchun ham u maxluq mana shu kitob orqali unga javob bergan. Oh, to'g'ri. Lekin endi Mishaning rejasi ham bor edi. Endi u arvoh bilan gaplasha olishi mumkin. Arvoh javob qaytarish uchun esa bir kun o'tish kerak edi. U yana xabar yozadi. Salom arvoh, men Mishaman.
sen kimsan? U kitobni sandiqqa soladi va uxlashga boradi. U arvoh yozganmi yo'qmi tekshirish uchun juda ham shoshilib boradi. Sandiqni ochadi va u yerdan kitobni oladi. Qarabsizki, arvoh javob qaytargan. Nima uchun men bilan gaplashyapsan? Qo'rqmayapsanmi? Lekin Misha arvohni qo'rqinchli deb o'ylamaydi. Aksincha, u buni juda ham ajoyib deb o'ylaydi. U arvoh uchun yana xat qoldiradi. Men sizni qo'rqinchli deb o'ylamayman. Ismingiz nima? U kitobni sandiqqa soladi va videoni tugatadi. Men ukol olishim kerak, lekin ertaga qaytib kelaman va u hali ham shu yerdami yo'qmi birgalikda tekshiramiz. Hammaga xayr. Oradan bir hafta o'tib 4-video YouTube'ga joylangan. Berkin Machoq. Yana bir bor salom bolalar. Men yana arvoh bilan gaplashdim. U faqat men uyquga yotganimda yozardi. To'g'risi men uni aldashga urindim. Ya'ni vaqtni bir necha marta tun qildim va u bilan juda ham ko'p gaplashdim. Ha, u mantiqan to'g'ri o'ylagan. Ya'ni tun qilganida arvoh bilan bemalol gaplasha olishi mumkin edi. Bu bola kichkina bo'lishiga qaramay anchagina aqlli. U kitobni ochganda ko'rishimiz mumkin. Kitobdagi varaqlar allaqachon 6 varaqqa yetgan. Salom arvoh, men Mishaman. Siz kimsiz? Nima uchun men bilan gaplashyapsan? Qo'rqmaysanmi? Menimcha siz qo'rqinchli emassiz. Ismingiz nima? Mening ismim yo'q. Har kimning o'z ismi bo'ladi. Xo'sh, men odam emasman. Oldin inson bo'lgansiz. Hozir arvoh. So'nggi bor takrorlayman. Men arvoh emasman. Kimsiz? Iltimos ayting. Bu yerda arvoh aslida unchalik ham arvoh emasdek bizga tuyulyapti. Xo'p, agar u aslida arvoh bo'lmasa, unda kim? Men faqat o'z ishimni qilyapman. Iltimos, meni muammoga qoldirma. Va undan keyin Misha yoqtirgan rangingiz qaysi deb so'raydi. Hech qaysi. Menga qizil yoqadi. Menga baribir. Misha maxluqdan o'zini ko'rsatishini so'raydi va u shunday javob beradi. Iloji bo'lsa meni top. O'ylashimcha u Berkin Machoq o'ydashni xohlaydi. U kitobda xabar qoldiradi va kitobni sandiqqa soladi. Sandiq yopilayotganda ko'rishimiz mumkinki, oyning yonida o'zgarish bor. Qandaydir sariq nuqtachalar. Misha keyingi kadrda g'orning yonida turibdi. Men rudalar qozish uchun g'orga tushgandim va buni topib oldim. Qani olg'a, pastga tushaylik. Bu qandaydir tunnel va tunnel pollarida bedrock o'ralgan. Xuddiki bu qandaydir qasrga o'xshaydi. O'rgimchak to'rlar bilan o'ralgan va juda ham eski qasr. Va unda bir nechta xonalar ham bor. Lekin juda ham qorong'u. Shuning uchun Misha o'yinning yorug'ligini eng yuqorisiga qo'yadi. U bu yerda turgan sariq gilamli xonaga kiradi va bu yerda ikkita pechni kimdir foydalanyapti. Bu shuni anglatadiki, kimdir qisqa vaqt ichida shu yerda bo'lgan. Keyin u qorong'u xonalarning bittasiga qaytib boradi. U yerda esa kitob. Orqangda. Bunday qilolmayman. U gapirdi. Ya'ni u o'zini ko'rsata olmasligini aytdi. Ha, u gapirdi, lekin ingliz tilida. Men uni qo'limdan kelgancha o'zbek tiliga tarjima qildim. Agar original videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib maxluqning ovozini eshitishingiz mumkin. Albatta, videoni ko'rib bo'lgandan keyin o'tinglar. Arvoh kutilmaganda kelsa ham, Misha undan qo'rqmadi. Chunki u juda ham jasur va juda ham aqlli. U menga kimnidir eslatyapti. Ha, bu men. Hazillashdim. Bolalar, men uyga keldim va sandig'imdan bularni topdim. Sandiq almazlarga to'la edi, lekin unda bir dona bedrock ham bor edi va kitob ham. Kitob ichida Nima maqsadda bunday qilyapsan bilmadim, lekin aniqki seni qo'rqitishda unchalik usta emasman. Shu tarzda davom etsa, tez orada meni rad etishlari aniq. Hozircha esa men sen bilan shu yerda qolib ketganman, Misha. bu juda ham g'alati xabar edi. U o'z vazifasini bajarayotganini aytayotgan edi va uning vazifasi Mishani qo'rqitish. Menimcha u buni uddalay olmayapti. Misha qo'rqish o'rniga u bilan yana ham yaqinroq bo'lishga harakat qilayotgandek edi. Bu Mishaning tabiati. U juda ham xushchaqchaq va do'st bo'lishga harakat qilyapti. Demak, biz do'stmiz. Bilgandim. Men u uchun ism o'ylab topishim kerak. U rad etishini aytgandi. Shuning uchun men uni rad etish deb chaqiraman. Ya'ni reject, chunki u endi mening do'stim. Arvohning ko'pgina rad etishlarini u ijobiy tomondan qaradi va unga shunday nom qo'ydi. Mishaning endi do'sti bor. U do'st topganidan juda ham xursand. Va 4-video ham shu bilan tugaydi. Chunki endi Mishaning ketadigan vaqti bo'ldi. Men endi ketishim kerak, lekin keyingi videoda men va u birga o'ynaymiz. Balki. Keyingi video boshlanadi va videoning boshida rad etilgan sandiqni titkalayotgan edi va Misha uning yoniga yugurib boradi. Yana senmi? Bu yerda nima qilyapsan? Misha esa o'ynashni xohlaydi. Men senga allaqachon aytganman. Xo'p, qara. Men o'ynashni xohlamayman. Mening qiladigan ishlarim bor. Sen esa buni qiyinlashtiryapsan. Shuning uchun meni tinch qo'y, xo'pmi? Misha uning ortidan ergashadi. Rad etilgan esa undan qochadi va birdan spektator rejimiga o'tish kerakligi esiga tushib qoladi. Keyingi kadrda u tosh qazayotganini ko'ramiz. Nima, qo'rqinchli emasmi? Hattoki qo'rqmadik ham. Hazillashyapsanmi? Rad etilgan Mishani qo'rqitishni yana bajara olmadi. Misha qo'rqish o'rniga unga sabzilar beradi. Rad etilgan esa sabzilarni noilojlik bilan oladi. Ha, to'g'ri. Sabzilar yoqadi, menga ular yoqadi. Rahmat sabzi uchun. Va keyingi kadrda kimdir yordam so'rayotganini eshitamiz.
Bu yerdaman. Do'stim, daraxtga tiqilib qoldim. Kel, bu yerdaman. Xo'p, qara, shunchaki teleport bo'ldim seni qo'rqitish uchun, lekin shu daraxtga tiqilib qoldim. Bu yerda rad etilganning qobiliyatsizligi yana bir bor namoyon bo'ldi. Hozir kulyapsan, to'g'rimi? Yo'q. Misha uni qutqarishga rozi bo'ladi, faqat keyin u bilan o'ynash evaziga. Xo'p, yaxshi. Keyin sen bilan o'ynayman. Faqat tezroq meni qutqar. U daraxtni sindira boshlaydi. Rahmat. Nima? Qo'l? Boltang yo'qmi? U singan. Nima uchun yangisini yaratmading? Axir senga shuncha almas berdim. Bilasanmi, senga rahmat aytaman. Sendan juda minnatdorman. Ha, sen yaxshi do'stsan. Nima uchun meni bunday chaqiryapsiz? Yo'q. Seni bunday emas. Shunchaki deb chaqiryapman. Eshitilishi bilan bir xil. Ha, rad etilgan ham Mishaga M deb laqab qo'ydi. Bu shuni anglatadiki, endi ular do'st. Aytmoqchimanki, texnik jihatlarga qaramay biz endi do'stmiz. Ha, shunday. Va ular nimadir qurish uchun ketadi. Men binoni qurib bitkazdim. Sen qayerga qurding? U yerda nima? Qani ko'rishni xohlayman. Misha tabassumli yuzni qurgan edi, lekin rad etilgan umuman boshqa narsa qurgan. Sen tabassumli yuz yaratding. Ha, bu juda ham ajoyib. Bu yoqimli. Meniki biroz haqiqiyroq. Bilasanmi, men ko'proq qurishni xohlagandim. Xohsang senga ko'rsatib beraman. Bu juda ham jinnichilik bo'ladi. Misha rad etilganning uyini ko'rib juda ham hayratda qoladi va o'zida yo'q xursand edi. Keyingi kadrda ular hovlida, ya'ni uyning ichkarisida turgan edi. Bunga qara, bu hovli. Ha, bu hovli. Sizga bir narsa aytaman. Bir muddat o'ynaydigan hech kimim yo'q edi va keyin siz keldingiz. Endi esa menda arvoh do'st bor. Siz bilan gaplashish menga yoqdi. Ha, menga ham sen bilan gaplashish yoqadi. Agar istasang men senga sayohat uyushtiraman va uyni ko'rishingga ham ruxsat beraman. Va katta. Mishaning kamerasi to'satdan titraydi. Nima bo'ldi? O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Yaxshimisan? Hammasi joyidami? Men hozir ketishim kerak. Nima? Nima uchun? Men seni hozirgina shu narsani sen uchun qurdim. Senga atrofni ko'rsatmoqchi edim. Bu juda ham katta joy. Bu yerda bir nechta xonalar va boshqa narsalar ham bor. Meni yangi kasalxonaga ko'chirishyapti. Shuning uchun bu yomon narsa emas. Ha, to'g'ri, bu yomon narsa emas. Lekin men bir muddatga yo'q bo'lishim mumkin. Men qaytib kelganimda shu yerda bo'lasizmi? Ha, albatta. Men hozir shu yerdan qimirlamayman, umuman. Men sening qaytib kelishingni shu yerda kutaman. Keyin senga butun joyni ko'rsataman. Bu yerlarni birgalikda aylanib chiqamiz. Bilasanmi, hatto xohlasang yana qo'shimcha narsalar ham qilamiz. Xo'p, xayr. Ha. Senga ham xayr. Mayli, ko'rishguncha. Sizlarga ham xayr bolalar. Sen xavotir olma, men shu yerda kutaman. Ha, shu yerda. Men tez orada qaytib kelaman va rad etilgan bilan hali ko'p o'ynaymiz. Ha, albatta. Hali biz sen bilan ko'p. Mayli, u qaytib kelganda shu yerda kutaman va u bilan birga yana o'ynaymiz. Yomg'ir, jenarsan. U qaytib kelganda to'g'rilaydi yomg'irda, to'g'rimi? Uni jimgina kutaman va u ob-havoni ham to'g'rilaydi. Yaxshi. Bu videoning nomi Quyoshni oxirgi marta ko'rganim deb nomlanadi. Haqiqiy opisaniyada esa Salom bolalar. Bugun rad etilgan bilan birgalikda uy qurdim. Videoda aytganimdek, bir muddatga yo'q bo'lib turaman. bu Misha Tenner kanalidagi so'nggi video. 2017-yil 20-sentyabrda yuklangan va kanal opisaniyasida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Afsuski, bu kanal endi aktiv emas. Biz seni juda ham sog'inyapmiz Misha, juda ham. Joy jannatdan bo'lsin. 2010-yil 2020-yil. Oxirgi videoda Misha kasalxonada va qandaydir kasallik bilan kurashayotganini bildik. Ushbu videolar 2017-yilda yozib olinganligini hisobga olsak, o'sha paytda Misha 7 yoshda bo'lgan. U yana 2 yil yashadi va 2020-yilga kelib, afsuski u vafot etdi. Misha kasalxonalik paytida Minecraft o'ynardi, lekin boshqa kasalxonaga o'tgandan keyin Minecraft o'ynamadi. Nima uchunligi esa noma'lum. Balki u kasalxonadagi birorta kompyuterdan foydalanar edi. Misha oxirgi marta quyoshni ko'rganini aytgan. Bundan chiqdi, Misha rad etilganini o'zi uchun quyosh ramzi sifatida bilgan. Lekin shu yerda Mishaning skiniga ham e'tibor beraylik. Uning skini oq va chetlari kurlang chiziqlar bilan tortilgan, lekin bitta qo'li qandaydir binafsha bilan qoplangan. Menimcha, bu u kurashayotgan kasallik. O'ylashimizcha muammo uning qo'lida, chunki videoni sinchiklik bilan ko'rsangiz, u qo'li bilan har qanday harakatlar, ya'ni kameradagi g'alati titrashlar va g'alati pauzalar, balki u qo'lida qandaydir og'riq sezib yurgandir. Rad etilganning vazifasi Mishani qo'rqitish edi, lekin uni bir necha bor qila olmadi. Hattoki u uchun tuzoqlar ham qo'yadi, lekin baribir u qo'rqmaydi va so'ngida ular do'st bo'lishdi.
Lekin ularning do'stligi uzoqqa bormadi. Misha rad etilganini tez orada tark etdi. Mishaning arvoh do'sti bor edi, lekin endi uning o'zi arvohga aylandi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr.